stadion uchun o'qituvchilardan pul yig'ish. Albatta bu hayratlanarli va ayanchli, hatto sharmandali ahvol. Lekin Karimov rejimi uchun bu odatiy holat. Chunki oriyati, nomusi, g'ururi bor insonlar uyaladilar va uyaladigan ishlarni qilib sharmandali ahvolga tushib qolishdan ehtiyot bo'lib, o'zlarini ana shunday amallardan tiyadilar. Nahotki bu rejimga jamiyatning ilmsizlik botqog'iga botib bo'lgani yetarli bo'lmasa, bugun nafaqat toliblar saviyasizlik domida, balki muallimlarning ko'plari o'z mavqeiga loyiq emaslar. Mustamlakachi shuro tomonidan insonlar ommaviy tarzda dehqonchilik yoki chorvachilikka jalb qilingan davrlarda ham jamiyat bunchalik johiliyat changaliga tushmagan edi. Bugun esa xoin hisoblangan, kufrga malay bo'lgan Karimov rejimi ummatni xor holatda davomiy ushlab turish uchun barcha jirkanchliklarni qo'llamoqda. Yuqorida aytganimiz stadion uchun o'qituvchilardan pul yig'ish rejimning ana shu jirkanchliklaridan biridir. Ozodlik saytida 22 fevral Namanganda o'qituvchilar Navbahor stadioniga pul o'tkazishga majburlanmoqda nomli xabarda Chortoq tumanidagi 33-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilaridan stadion uchun tuman hokimining farmoyishiga ko'ra majburan 16500 so'mdan yig'ilayotgani aytiladi. Bu xabarni Ozodlikka ma'lum qilgan o'qituvchining aytishicha, maktab direktori yig'ish uchun belgilangan summani hamma to'lasin, bo'lmasa ishni bo'shatib qo'ysin degan. O'sha o'qituvchi faqatgina stadion uchun emas, balki boshqa yig'imlar ham bo'layotganini bildirgan. Quyida ana shu maqoladan iqtibos keltiramiz. Uning aytishicha, hamkasblari Agrobankdan olingan plastik kartochkalar orqali pul o'tkazishga zo'rlanmoqda. O'z ixtiyorim bilan shu pulni mening plastigimdan xayr va ehson qilib o'tkazib beringlar deb yozinglar deyapti. Bank raisiga yozishimiz kerak, ular o'tkazib yuborar ekan. Oyligi ko'pmi, kammi demasdan hammadan bir xil olyapti. Yanvar oyida 50-60 ming to'ladik shunaqa to'lovlar uchun. 21 ming bolalar sportiga, 3 ming sog'lom avlodga, 3 ming namunaviy uylar qurilishiga, 1 ming ekologiyaga deb yig'ishdi. Yana 3 ming xayr va ehsonga deb alohida yig'ishdi. Bundan boshqa yig'imlar ham bor. O'tkazmayman degan ko'p bo'ldi, lekin arizangizni yozing deb do'q qilishyapti, deydi ismini sir saqlashni so'ragan o'qituvchi. Sadaqa so'raydigan gadoy ham saxovat peshani majburlab pul olmaydi. Aksincha undan so'ranib oladi. E'tibor beriladigan bo'lsa, ko'p holatlarda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan unday qilindi, bunday qilinmoqda deb aytiladigan ishlarda o'qituvchi, tibbiyot xodimlari yoki boshqa davlat tashkilotlari xodimlaridan majburan pul yig'ilayotgani ma'lum bo'lmoqda. O'qituvchilardan yoki tibbiyot xodimlaridan olayotgan oylik ish haqqi bir oylik sarf xarajatiga yetyaptimi? Oilasining ehtiyojlari yetarli darajada qondirilyaptimi? Shular to'g'risida so'rash o'rniga amaldor mansabparastlar o'zlarining shaxsiy obro'larini ana shunday sharmandali yo'llar bilan oshirish uchun xalqning mehnat qilib topayotgan pulidan majburan ushlab qolishmoqda. Ey O'zbekiston xalqi, so'ramaysizmi bu rejimdan? Sizlar yetishtiradigan paxta eksportidan tushgan mablag'lar, xalqqa berilmay boshqa davlatlarga sotilayotgan tabiiy gaz va elektr energiya pullari, qazib olinayotgan oltin, uran qayerga ketyapti? Undirilayotgan soliqlar nimalarga sarflanyapti? Shuni bilingki, rejimning maqsadi aslo bu ummatni ravnaqi va shon-u shavkatini oshishi hamda azizlikka ega bo'lishi emas. Rejim bu ummatni oxirgi tomchi qonigacha ichish, xorlikning eng jirkanch holatiga tushirish, tubanlik va johillikning tub-tubiga cho'ktirishni maqsad qilgan. Shuning uchun jirkanchli amallarni davom ettiraveradi. Qachonki azizlik sari harakat qilmas ekanmiz, ana shu rejimga itoat qilishdan to'xtamas ekanmiz, adolatli islom yo'li bilan faoliyat olib bormas ekanmiz, bu rejim o'zining jinoyatkor maqsadi sari harakatlanaveradi.